Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir qiziqarli mavzularni ko'rishda davom ettiramiz. Bu nima desak, hop, paket menejerlar, NPM, PNPM, yarim band. Hop, bugun nima qilamiz? Bu 4 ta paket menejerlarni umumiy tezligini ko'ramiz farqlarini ko'ramiz. Unaqa chuqur kirmaymiz, lekin dasturchilar bilishi kerak bo'lgan ozgincha farqlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz baribir boshida loyiha boshlatganda hamma ham npmda boshlamaydi. Birinchi qaror qilib olasiz jamoa bilan kelishgan holda, давайте mana bunaqa qilaylik, bu industriyada mana bunaqa ekan deb baribir o'zingiz fikrlaringiz bo'ladi. Shuning uchun bu narsalar juda muhim. Ho'p, давайте bo'lmasa boshlaymiz. O'zi paket menejerlar nima qiladi? Bu JavaScript uchun, to'g'rimi? Misol uchun Python o'zini menejeri bor, misol pip adashmasam. To'g'rimi? Nimada JavaScript ko'p ekotizimi katta bo'lgani uchun juda ham ko'p qulayliklar kiritilgan. Misol uchun boshida npm chiqqan, keyin hozir endi ularning alternativlari chiqyapti, PNPM, YARN-band. Bular hammasi maintenance-da, ya'ni bir o'zini o'zi kuchaytirib boriladi. Misol uchun developer experience tomonidan qancha yaxshi bo'lsa, shuncha odam buni ishlatadi, to'g'rimi? Mana shu joylari bor. Xo'p, mayli. Endi ko'p leksiya qilmasdan davom etaveraylik. O'zi bular nima qiladi? 4 asosiy narsani qiladi. Bizda demak paketlarni yuklab oladi. Misol uchun mana npm degan bizda npm.js.com degan sayt bor, to'g'rimi? Shu yerda hamma paketlar bor, JavaScript kutubxonalari. O'shalardan olib foydalaniladi. Ya'ni bu birinchi vazifasi. Ikkinchisi dependency version resolve qiladi. Ya'ni misol uchun siz bironta bir paket o'rnatib olsangiz, u paketni versiyasi misol maintainer tomonidan o'zgarib borishi mumkin-da. O'zgarib borgan sari u sizni productioningizga ta'sir qilishi mumkin. Lekin siz bu narsani o'zingiz boshqarishingiz mumkin yokida mana shu paket menejerlarga topshirishingiz ham mumkin. Shuning uchun bu joylari ancha qulay. Va bundan tashqari log fayllar yaratadi. Log fayl deganda как бы juda ham muhim. Ya'ni productionga chiqqanda mana shu log faylni siz ishga tushirishingiz kerak. Va o'sha ya'ni bu nima qiladi? Log fayl ma'lumotdagi o'sha paketlarni qulflaydi, уже bo'ldi. Ya'ni mana shu paketlardan foydalaniladi degan ma'noda endi. Shunaqa. Endi va bundan tashqari turli qurilmalarda install bo'lib ketaveradi. Mana shu joylari zo'r. Endi men qisqacha tushuntirdim. Давайте endi keling shuni amaliyotda ko'rib ketaveramiz. iTunes'ni ochib olaman va bu yoqda ko'raman. Desktopga kiray. Mana desktopda ishlamay yo'q ekan. Ana shu yerda bitta PM demo degan papka yarataman va uni ichiga kira olamanda. Mana ichi bo'sh va ana endi shuni biz boshdan boshlaymiz. npm dan boshlaymiz. Birinchi npm init y deb mana biz bitta npm bir loyiha create qilib oldik, to'g'rimi? Misol uchun bu nima qiladi? Package.json olib keladi npm. Va ana endi misol uchun package.json mana ko'ryapsiz, mana shu narsalarni qo'yib beradi by default. Xo'p, ana endi bizni nima qilamiz? Bitta kutubxonani o'rnatamiz. Bu nima desangiz, men Lodashni tanladim. Lodash bu JavaScript library'si utility funksiyalarini ta'minlaydi bizga. Misol uchun har xil funksiyalar bo'ladi-ku, arithmetiklar bo'lishi mumkin, har xil. Mana shu narsani bizga ta'minlab beradi. Ya'ni to'g'ri, aniq ishlashi uchun imkoniyat yaratadi. Juda ham ko'pchilik ishlatadi buni, bu kutubxonani. Xo'p, давайте ana endi shuni biz vaqti bilan ko'ramiz. Qancha vaqtda npm install qilar ekan Lodashda. Ana endi bosaveraman va vaqtini ko'ramiz. Qarang, vaqti 0.31 sekund bo'ldi. Nimasi 46% ko'rsatkichda bo'lyapti. Ya'ni CPU dan 46% foydalanyapti. Ya'ni уже ko'ryapsiz, CPU ni ham ancha nima qoladi, nima deydi? Ancha nagruska deymizmi? Shu nagruska beradi baribir. Chunki tasavvur qiling, ancha foydalanyapti-da, 50% почти. Hop, buni endi mana shu yerga qo'yib ketaveraman sразу. Hop, buni qisqartirish yo'li bormikan? Mayli. Mana narsani sal chekkaroq qo'yib qo'ying. Mana. Bu endi kerak emas-ku, buni tushunib oldik. Endi ustiga chiqib ketadi-da. Bo'ldi. Mana shu yerga qo'yib ketaverman har bittasini. Demak mana, endi keling node modules degan papka bo'ladi bizda, to'g'rimi? Mana node modules bilan mana log faylni уже create qiladi. Chunki bizda yangi
nima qo'shdik. Yangi paket qo'shsak, yana ustiga добавка bu boraveradi, qo'shilib boraveradida. Xo'p, ana endi biza keling disk usage ni ko'ramiz. Disk usage SH Node Modules'da qancha ekan? Mana 4.9 megabayt. Ya'ni xotirasi shuncha. Ya'ni bu Lodishni xotirasida endi. Lodishni xotirasi shuncha bo'lgani uchun shuni chiqaryapti. Endi boshqa paket bo'lsa boshqa xotira chiqaradi. O'shalar. Xo'p, bo'ldi. Ana endi biz buni ko'rdik npmni. Endi npmni ko'ramiz. Undan oldin bularni olib tashlayman. Birinchi Node Modules olib tashlayman. Xullas, hammasini bossam уже yo'q bo'ladi. Bu yerda endi Node Modules, package, log.json mana olib tashlayman. Package.json olib tashlayman. Endi bular keyinchalik kerak bo'ladi. Shuning uchun yozib qo'yganman buni. Xo'p, mana bo'ldi. Ana endi ichiga qarasangiz hech nima yo'q, to'g'rimi? Ana endi npmni boshlaymiz. npmni ko'rsak, init qilib olaman. Mana bu demo qilib bizda package.json yaratib beradi. Package.json yaratib beradi by default. Mana endi buni ko'ramiz. Timeda, npmda Lodishni install qilamiz. Qancha vaqt ketar ekan? 0.36 sekund vaqt ketdi. Va CPU ni ancha foydalanib qo'yar ekan, qarang. Ancha. Почти mana 61% foydalanyapti. Ko'ryapsiz? Endi bu ham hamma holatda har xil bo'ladi baribir. Chunki qurilmani birinchidan o'sha CPU ni qanaqa taqsimlanishi plus internet tezligiga ham bog'liq bu narsa. Paketlarni install qilishda shu narsaga e'tibor beramiz. Bo'ldi. Ana endi bizda nimalar create bo'ladi? Node modules va package.json. npm log YAML fayl bo'ladi. YAML fayl create bo'ladi. Ko'ryapsiz? O'zi farq qiladi bu. Misol uchun shu nimani faylni ichini ko'raylik, nima bor ekan? Ketdimizda. Mana ichida o'zini o'sha log fayl nimalari bor, nastroykalari bor. Mana shu o'zi log faylni productionda run qilinadi. Chunki siz Node modulesni misol push qilmaysiz-ku dastlab. To'g'rimi? O'sha push qilmaganingizda bu narsa log fayl bilan ishlanadi. Xo'p. Shunaqa. Ana endi npm bo'ldi. Ana endi yarmini ko'ramiz. Xo'p, yarmini ko'rishimiz uchun biza mavjud nimalarni olib tashlaymizda, endi yarm init y deymiz buni. Va ana endi bu yerda time yarm at lodish. Lodishni sonrabga qilaman. Endi mana tezligini qarasangiz, bu 0.23 sekund bo'lyapti o'sha. Yarm ancha zo'r. Ko'pchilik foydalanadi dasturchilar. Hop, okey, zo'r. Ana endi buni ham shu remove qilib olib tashlayman-da. Readme fayl qoldi, mayli bu tursin, zarar tegmaydi, to'g'rimi? Banni sinab ko'ramiz. Ban init deyman. Qarang, ban o'zi yangida bu. Yangi bo'lgani uchun turli kutubxonalarni qo'shyapti, misol uchun. Bu yerda library deyapti, blank bush fayl deyapti. Misol uchun React tanlasangiz, React sinabga qiladi. Library qilsangiz, o'zi package nomini yoz deyapti. Misol uchun bizda Lodish deylik. Endi Lodish nima uzr. Bu yerda endi noldan create qilib yozib shunaqalar qilyapti-da. Hozir bu yerda else qilsak, mana qarang. Ups. Bir narsalarni olib keldi xullas. Endi men buni chiqib birdan o'z fayli bilan sonra nima qo'ray? Delete qo'raman. Mana bu delete bo'ldi. Ana endi qaytadan shu faylni yarataman. Nimaga unaqa qildim? Chunki bittalab o'chirgandan ko'ra birdan fayl bilan folder bilan o'chirgan yaxshi-da. Endi banni ko'ramiz. Bu yerda ban init deyman. Biz blank tanlaymiz. Blank o'sha bush by defaultini olib keladi xolisda. Mana. O'sha qarang juda tez ban bittada o'sha olib kelib oldi. Hozir mana ko'rsangiz qarang, ancha narsa olib keldi bu. Misol uchun readme file, keyin mana TypeScript nimasi, chunki bu TypeScript ustiga qurilganda ban. Saytlari bor, saytlardan o'tib o'zingiz ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Juda ham qiziq bular, paket boshqaruvlari. Va mayli. Xo'p, bizda shu narsa keldi. Endi biz buni time'ini ko'raylik-da. Add load deymiz. Ups, qarang. 0.01 tezlik. Mana. Ko'ramiz, 0.01 tezlikda olib keldi va CPU dan qancha foydalanishlari bitta yozilgan. Mana 12% CPU foydalandi. Mana shunaqa. Endi bular farqlari hali juda ham ko'p. Endi siz faqat vaqt bilan buni taqqoslab olish xato, chunki
ideal paket menejer yo'q deb o'ylayman. Lekin o'zini o'sha trade offlari, o'zini kamchiliklari bor baribir. Ya'ni plus minuslari deymizku. Shunaqa. Xo'p, bu narsani aytdim. Ana endi keling NPMni ozgina gaplashamiz. Ya'ni har bir o'zi haqida. NPM bilan yarim bu klassik, ya'ni bu oldinroq yaratilgan paketlarda. Bularni nima tomonlari bor? Misol uchun paketlarni siz import qila olasiz. Ya'ni e'lon qilmagan paketlarni ham import qiladi. Shunisi bor. Ya'ni bu degani nima degani? Misol uchun siz bironta bir paketdan foydalanyapsiz, paket ichida yana boshqa paket bo'lishi mumkin-da. Chunki o'sha paket yaratilishi uchun narigi paket bunga kerak. Ya'ni bir-biriga qaram, dependentda, bog'liq. O'sha uchun mana shu joylari bor. Ya'ni siz o'zini ishlatmaysizda, u yoqdan ham yana olib kelasiz. NPM bilan yarim mana shu tomonlari bor. Ya'ni bu minusga o'ynaydi albatta, to'g'rimi? Endi PNPMni ko'raylik. PNPMda juda ham dependency resolution juda ham chuqur tekshiradi. Ya'ni boyagi versiyalar adashib ketmasligi kerak. Boyagi siz PNPMni, ya'ni paketingizni katta kichikligi, versiya oshishini ta'minlayapsizmi yoki yo'q? Patch, match, minor degan narsalar borku. O'sha narsalarga e'tibor berish kerak. Xo'p, va bu yaxshi tomoni shundaki, siz nimani e'lon qilsangiz, o'shani import qiladi. Shunisi zo'rda. Ya'ni import qila olasiz. Ya'ni misol bitta paket olib kelyapsiz, unga qaram bo'lgan paketlarni u o'zida saqlamaydida, siz chaqirganni ishlatadi. Mana shunaqada. Shunisi zo'r PNPMda. Va banni oladigan bo'lsak, bandi Node.js o'sha runtime'ga asoslangan bu ham, va bu o'zi alohida runtime environment bo'lib chiqdi. Xuddi Node.js bilan raqobatdoshdek. Va bundan tashqari hamma narsa, bandlar ham, testni ham run qiladi bu. Plus universallashgan variantda bu band. Hali ham lekin baribir banda ham muammolar bor. To'g'ri, tez, juda ham tez ko'rdik. O'zi ham bilmadim, millisekundlarda qilib tashladi, install qilib tashladi. Ya'ni katta paketli ishlasangiz, band zo'r. Misol uchun, может development uchun bandni ishlating yokida production uchun boshqa paket menejerdan foydalaning. Shunaqa qilsa ham bo'ladi, ya'ni mixed qilib foydalansa ham bo'ladi aslida. Lekin baribir developmentda siz bilmaysizda u paketlar qanaqa o'zini tutadi. Productionda aniq bilmaysizda, u productionga chiqqandan keyin bilasiz. O'sha uchun o'sha jamoa bilan qaror qilib qilinadi bu narsalar. Ban yokida boshqa texnologiya. Banni hali yangi bo'lgani uchun minuslari ko'pda. Ana issue GitHub ochiq, open source. Kirib ko'rsangiz, muammolar talay-ginada. Shuning uchun baribir o'ylab ishlatish kerak. Shu yo'llari bor. Xo'p, o'zi boshida mana qanaqadir darslar o'rganishida NPM dan foydalanish kerak. Production teamlarda PNPM va monorepolarda PNPM yokida yarim yaxshi rol o'ynaydi. Va eksperimental qanaqadir speed, tezlikni xohlasangiz band ishlatganingiz yaxshi. Existing mana mavjud loyihalar bo'ladiki, mavjud loyihalarda siz juda sekin ishlayapti, sekin build bo'lyapti deysiz-ku, o'sha narsani o'zgartirsangiz bo'ladi, lekin baribir qanaqadir muammo kelib chiqishi mumkin-da. O'shanga e'tibor berib qilinadi bu narsa. Ya'ni bironta bir sababsiz uni o'zgartirmang. Chunki u productionda o'zini boshqacha tutadi-da. To'g'ri, endi jarayon tezlashishi mumkin. Misol banni ishlatsangiz maza qilishingiz mumkin. Yokida yarimni ishlatsangiz, uni log faylni konfiguratsiyasi boshqacha bo'ladi-da. Hammasini nimasi har xil, npmniki har xil, ppmniki har xil ko'rdingiz. Mana bular YAML fayl yaratadi, mana bu ikkalasi. Misol uchun. npm unaqa emas, log fayl yaratadi bu. Ban ham o'zini log fayli bor, ban.log degan. Misol uchun siz serverda boshqacha konfiguratsiya qilgan bo'lishingiz mumkin-da. Misol uchun build qilganingda sen mana buni ishlatgan degan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu ya'ni mavjud loyihada sal muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ylab buni ko'rish kerak bo'ladi. Ana endi bizda kelaylik umumiy bitta xulosa beramiz, shu bilan tugatamiz. Xo'p. npm demak, oldingidan hozir yaxshiroq bo'lgan, chunki har xil versiyalar chiqyapti, developerlar uni maintain qilyapti hali hamda. Va lekin hali ham nimada katta nimalarda loyihalarda juda ham sekin. Yarim caching bilan hal qiladi-da, shu uchun ham tez yarim. Yarim tez. O'sha o'zini log faylini qilib oladi-da, keyin o'sha yerga saqlab yuboradi, cachingi bor.
va parallel download qiladi. Shunisi zo'r yanada. Misol uchun siz bitta paketni kutib o'tirmaysiz, qachon install bo'lar ekan deb. Keyingisini bu terminalni ochib, keyingisini ham install qilaverasizda. Keyin PNPMda ko'pgina katta loyihalarda ishlatiladi haqiqatan tez PNPM va CIA, ya'ni Content Integration deydi. Bunisi haqiqatan PNPM yutadi bunda. Chunki nima degani Content Integration, ya'ni CI/CD bo'ladi-ku. O'sha CI/CDda mana build jarayonlari kechadi CI qismida. Ya'ni build qiladi, test qiladi, to'g'rimi? GitHub Actionsda bo'ladi-ku. O'sha narsada PNPM zo'r. Ban nima qiladi? Ban juda ham tez bittada уже install qiladi. Ayniqsa o'sha yangi bir qurilmalar uchun bu juda ham qo'l keladi. Chunki tezda unaqa ko'p nagruska ham bermaydi. Misol uchun ko'rdingizku, mana bu yerda nagruskani qarang, 12% CPU olyapti-da. O'sha bu kompyuter uchun ancha zo'rda. Shunaqa. Lekin ban mana o'zi umumiy bitta xulosa, ban bu tezlik uchun zo'r. PNPM esa shu jamoani bir performans uchun yutib chiqadi. Ya'ni bu degani nima degani? Ko'pgina loyihalarda shu ishlatiladi. Mana CI qismi, CI/CD qismida PNPM ancha zo'r bo'lgani uchun ko'pchilik shuni tanlaydi. Ban esa tezlikda. Xo'p, endi bu umumiy xulosa shu. Siz qaysi birini tanlashingiz o'zingizga bog'liq. Baribir loyihaga qarab bo'ladi. Loyiha talablari qanaqa? Tezlik kerakmi sizga yokida paketlarni versiyalash, paketlarni to'g'ri foydalanish, disk tejab qolish, to'g'rimi? Xotira tejab qolish. O'sha ham muhimda. Mana shu paket menejerlar muhim. Demak, birinchisi tezlik kerakmi yoki sekinroq bo'lsa ham maylimi? Ikkinchisi, versiya konfliktlariga qanday hal qila olish kerak? Qaysi biri yaxshi hal qilsa, o'shani tanlaysiz. Versiyasi, agar paketlarni versiyalari muammolar bo'ladi, shu productionda shunaqa muammo bo'libdi deydi, eshitgan bo'lsangiz. Shunaqa paket nimadir bo'libdi deydi. O'shanaqa muammoga e'tibor bering va keyingisi konfiguratsiyada qaysi biri yaxshi sizga qulay. Misol uchun men o'zim yarimni ko'proq ishlataman. O'sha log fayli bilan ishlayman. Yaqinda banni уже switch qildim, ban qandaydir tezligi uchun shuni tanladim. Baribir endi o'sha loyihaga bog'liq. Mavjud loyihada lekin o'zgartirsam muammo bo'ldi menda. Shuning uchun o'zida qoldiraverdim, misol uchun. Mana shunaqa holatlar. Keyin yana qanaqa? Disk usage, ya'ni xotirani qaysi biri ko'p yeb qo'yapti sizni lokalingizda. Baribir lokalda ham ko'p narsalar install bo'lib ketadi-yu, shuni hisobiga. Xo'p, mana shu umumiy xulosa. Qaysi birini tanlash o'ziga bog'liq va buni har bittasini o'zimning saytiga kirib ozgincha o'rganib chiqsangiz zarar qilmaydi. Juda ham kerakli joylari bor. Mana paketlar, mana banni yangi chiqqani uchun Node.js emas, banni o'zingiz runtime environment sifatida ishlatib ko'ring. Juda ham qiziq bo'lgan mavzular bular va muhim. Xo'p, sog' bo'ling, keyingi videoda ko'rishguncha.